Oshqozoningizni plastmassa variantiga mana buni solasiz endi keyin. Kun isishi bilan hamma ortiqcha vazndan qiynaladi issiqda. O'sha vaznni ketirish uchun hozir zo'r detoks ko'rsataman. Birinchi olmani yaxshilab chiqarib olamiz. Keyin top-toza mana bunga o'xshagan sildirak. Hammaga maslahat berilmaydi. Apparatni kuchli, batlatib tuzatsa bo'ladi. 4 ta dona yetadi. Olib kelganmiz. Просто kisli bo'lib ketmasin degan maqsadda bu 4 ta qo'shamiz. Atak bu ham normalniy. Keyin hammasini blenderga solamiz. 1 litr apelsin. Shuni. Shavil juda ham foydali narsa. Haqiqiy kletchatka mana shu bo'ladi o'zi. Shavilni nega so'k apparatda so'kish markasini chiqarmadinglar degan savollar berishingiz mumkin. Bu tushirish solsa yaxshi. Mana opa. Assalomu alaykum. Kuchli blenderimiz baqiladi. Hop, bu ham tayyor bo'ldi. Oshqozoningizni plastmassa variantiga mana buni solasiz endi keyin. Chunki hamma idishimizga teng taqsimlanishi kerak o'shaning uchun. Bitta qilishda mana shularni ko'proq qilamiz. Chunki umumiy ta'mini chiqarish sal qiyinroq bo'ladi. Kecha Chesni gapiravering. Hop. Endi bu detoksimizning foydasiga keladigan bo'lsak, bu detoks foydasi oshqozoningizni, ichaklaringizni yuvadi. Ya'ni buni ichganingizdan keyin, qo'pol bo'lsa ham aytaman, bir kundan keyin ichingiz salgina suriladi. Lekin xavotir olmanglar. Bu bir kun davomida bo'ladigan narsa, ikkinchi kunga kelib oshqozonlaringiz top-toza bo'ladi. Ya'ni oshqozon devoridagi, ichak devoridagi silliq qavatlar mana buni orqasiga tushib ketadi hammasi, yemirilib. Ovqatdan keyin ichsangiz ham hazm qiladi, ham kechqurunga zo'r.